Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Mashina detallari va loyihalash asoslari fanidan bugun siz bilan o'tadigan 4-ma'ruza mashg'ulotimiz mavzusi mexanizmlar tasnifi deb nomlanadi. Ma'ruza mashg'ulotimiz rejasi quyidagilardan tashkil topgan. Mexanizmlarni tuzilishiga ko'ra Kojevnikov usuli bo'yicha tasniflash. Ikkinchi, mexanizmlarni tuzilishiga ko'ra Assur-Artabalevskiy bo'yicha tasniflash. Uchinchisi, tekis mexanizmlarda oliy kinematik juftlarni quyi kinematik juftlar bilan almashtirish. Mashinasozlik va asbobsozlikda juda ko'p turdagi mexanizmlar qo'llaniladi. Bunday mexanizmni qamrab olish va undan yangi mashinalar va asboblarni yaratishda foydalanish uchun mexanizmlarni muayyan belgilarga ko'ra tasniflash zarur bo'ladi. Hozirgi paytda mavjud mexanizmlarning turli maqsadda moslashtirilgan bir necha xil tasnifi ishlab chiqilgan. Biroq ularning ichida mexanizmlarning tuzilishi, kinematikasi va dinamikasi bo'yicha tahlil qilish va sintezlash usullarining umumiyligi nuqtai nazaridan bajarilgan tasnifni eng ratsional tasnif sifatida qarash mumkin. Jumladan, professor Kojevnikov mexanizmlar harakatini tadqiq qilish nuqtai nazaridan ularni 3 ta guruhga bo'lgan. Demak, ulardan birinchisi harakatini tekshirish uchun nazariy mexanika qonunlari yetarli bo'lgan qattiq va cho'zilmas egiluvchan bo'g'inlardan tashkil topgan mexanizmlar. Ikkinchi, qattiq va elastik bo'g'inli mexanizmlar. Ularning harakatini tekshirishda bo'g'inlar deformatsiyasining tizim va kinematika va dinamikasiga ta'sirini hisobga olish uchun elastiklik nazariyasining usullarini ham qo'llash zarur bo'ladi. Uchinchi, gidravlik va pnevmatik mexanizmlar. Ularning harakatini tekshirish uchun gidro va aerodinamika qonunlaridan foydalanish talab qilinadi. Mashina va mexanizmlar nazariyasining bakalavrilik kursida ko'proq birinchi guruhga kiruvchi mexanizmlar tadqiq qilinadi. Bunda ular yana konstruktiv belgilarga ko'ra ham, ya'ni richagli, mushtli, tishtli, vintli, egiluvchan bo'g'inli, friksion va boshqa turlarga bo'lib ko'rib chiqiladi. Kojevnikov tasnifining birinchi guruhiga kiruvchi mexanizmlarning eng katta qismini tashkil qiluvchi richagli mexanizmlarning tuzilishi, kinematikasi va dinamikasi bo'yicha tahlil qilish va sintezlash usullarini yanada umumiylashtirish maqsadida akademik Artabalevskiy tomonidan ularni Assur guruhlari asosida sinflarga bo'lib tasniflash, ya'ni Assur-Artabalevskiy tasnifi taklif etilgan. Mexanizmlarni tasniflash va klassifikatsiyalash turlari. Mexanizmlar klassifikatsiyasi deb ularning tuzilishidagi, ya'ni strukturasidagi umumiylik, konstruksiyasini bajarishi, vazifalari va boshqa xususiyatlarga ko'ra guruh va sinflarga bo'linishiga aytiladi. Ushbu xususiyatlarga qarab quyidagi klassifikatsiyalash turlarga bo'linadi. Birinchi, strukturaviy klassifikatsiyalash. Demak, bu turdagi klassifikatsiyalash ayrim mexanizmlarning strukturaviy xususiyati tuzilishi e'tiborga olinadi. Bu xil klassifikatsiyalashda mexanizmning kinematik va dinamik usulda tekshirish va tahlil qilish usullari o'rganiladi. Bu usul bo'yicha mexanizmlar quyidagi turlarga bo'linadi. Tekis richagli, fazoviy richagli, tekis oliy juftli, fazoviy oliy juftli kabi turlarga bo'linadi. Ikkinchisi, strukturaviy konstruktiv klassifikatsiyalash. Bunda mexanizmning tuzilishi, ya'ni konstruktiv tuzilishi va bajarilishi e'tiborga olinadi. Bu usul bo'yicha mexanizmlar quyidagi turlarga bo'linadi. Kulachokli, kulissali, tishli, friksionli, xrapovikli hamda malta mexanizmli turlarga bo'linadi. Uchinchi, funksional vazifasi bo'yicha klassifikatsiyalash. Bunda mexanizmning funksional vazifasini bajarishi e'tiborga olinadi. Bu usul bo'yicha mexanizmlar quyidagi turlarga bo'linadi. Porshinli mashinalar mexanizmlari, harakat uzatuvchi mexanizmlar, ya'ni transmissiyalar, uzatmalar qutisi va boshqalar, metal qirquvchi va tish kesuvchi stanoklar mexanizmlari, harakatni uzib beruvchi mexanizmlar, rostlash mexanizmlari kabi turlarga o'rganiladi. Mexanizmlarni tuzilishiga ko'ra Assur-Artabalevskiy bo'yicha tasniflash. Assur-Artabalevskiy bo'yicha tasniflash bir xil sinfdagi richagli mexanizmlarni kinematik va dinamik tadqiq qilishni umumiylashtirish imkonini beradi. Assur-Artabalevskiy tasnifiga ko'ra mexanizmning sinfi sifatida uning tarkibiga kirgan Assur guruhlarining eng yuqori sinfi qabul qilinadi. Mexanizmni ushbu belgi bo'yicha tasniflash quyidagi tartibda amalga oshiriladi.
Birinchi, mexanizmning tuzilish sxemasi bo'yicha uning qo'zg'aluvchanlik darajasi hisoblab topiladi. Bunda mexanizm tarkibidagi passiv, ya'ni uning bo'g'inlarining harakat qonunlariga ta'sir ko'rsatmaydigan qo'shimcha bog'lanishlar hisoblarda qatnashmasligi zarur. Ikkinchi, dastlab mexanizm qo'zg'aluvchanlik darajasiga mos ravishda undagi bitta yoki bir nechta birinchi sinf boshlang'ich mexanizm ajratib olinadi. So'ngra qolgan bo'g'inlardan ketma-ket ravishda turli sinfdagi assur guruhlari shakllantirilib, ular ham mexanizmdan ajratiladi. Bunda birinchi navbatda oldin ikkinchi sinfdagi guruhlarni shakllantirib ajratishga harakat qilinadi. Undan keyingina yuqori sinfdagilari ajratiladi. Guruhlar mexanizmdan ajratilgandan so'ng yakka holdagi bo'g'inlar qolib ketmaganligi tasnif to'g'ri bajarilganligini ko'rsatuvchi belgi hisoblanadi. Uchinchi, mexanizmni tashkil qilgan guruhlarning bir-biriga ketma-ket qo'shilish tartibini ifodalovchi tuzilish formulasi yoziladi va undagi eng yuqori sinf mexanizmning sinfi deb qabul qilinadi. Quyidagi slaydimizda Krivaship polzuli mexanizmni tuzilishi bo'yicha tahlil qilish sxemasi keltirilgan. Mexanizm zvenolarining nomi quyidagilardan iborat. Demak, birinchi Krivaship, ikkinchi Shatun, uchinchi Karamislo, to'rtinchi Shatun, beshinchi Polzun deb nomlanadi. Berilgan mexanizmning tuzilishini Asur-Artabalevskiy usuli bilan tekshirish quyidagi tartibda amalga oshiriladi. Agar mexanizm tarkibidagi harakatlanuvchi bo'g'inlar soni n, ularning o'zaro hosil qilgan quyi kinematik juftlari soni p1 va oliy kinematik juftlari soni p2 qiymatlarga ega bo'lsa, mexanizmning harakatchanlik darajasi Chebishevning quyidagi formulasidan aniqlanadi. Demak, birinchi ifoda Chebishev formulasi deb nomlangan edi yuqoriga aytib o'tgan mavzularimizda. Bu formuladan foydalanib aniqlanadigan harakatchanlik darajasining qiymati mexanizm barcha bo'g'inlarning holatlari undagi nechta bo'g'inning holatiga bog'liqligini, ya'ni mexanizmning nechta bo'g'ini borligini ko'rsatadi. Qo'zg'aluvchan bo'g'inlar soni n teng 5 ga teng. Quyidagi kinematik juftlar, quyi kinematik juftlar soni esa 7 ga teng. Oliy kinematik juftlar soni esa mavjud emas. Mexanizmning harakatchanlik darajasi mana bu ifodada ko'rib turganligimizday 1 ga tengligi kelib chiqadi. Mexanizmning strukturaviy formulasini aniqlash uchun uni assur guruhga ajratamiz. U 4-chi va 5-chi bo'g'inlardan hamda 2-chi va 3-chi bo'g'inlardan tashkil topgan ikkita ikkinchi klass guruhga va birinchi bo'g'indan tashkil topgan birinchi klass mexanizmga ajraladi. Demak, mexanizmning strukturaviy formulasi quyidagicha bo'ladi. Demak, mana bu yerda uning tuzilish strukturaviy formulasi keltirilgan. Harakatchanlik darajasi 0 ga teng bo'lgan guruhga assur guruh deb nomlanadi. Mexanizm bo'g'inlarini assur guruhga ajratishni har doim oxirgi bo'g'indan boshlaymiz. Assur guruhidagi bo'g'inlar soni 2 ta yoki undan ortiq bo'lishi mumkin. Demak, bu slaydimizda assur guruhga ajratilgan mexanizmlarimiz keltirilgan. Demak, birinchi, 4-chi va 5-chi bo'g'in assur guruh keltirilyapti. Uning demak sinf va tartibi ikkinchi sinf, ikkinchi tartib ekanligi kelib chiqqan hamda uning erkinlik darajasi 0 ga tengligini ko'rishimiz mumkin. Va demak, ikkinchi va uchinchi guruh assur guruhini ko'radigan bo'lsak, bu sxemamizni ham ikkinchi sinf, ikkinchi tartib ekanligi o'z-o'zidan ma'lum hamda demak bu guruhimizning erkinlik darajasi 0 ga teng ekanligini ham ko'rishimiz mumkin. Va nihoyat demak, yetaklovchi bo'g'inimizni tahlil qiladigan bo'lsak, birinchi sinf ekanligi kelib chiqyapti hamda uning erkinlik darajasi 1 ga teng ekanligini ko'rishimiz mumkin. Tekis mexanizmlarda oliy kinematik juftlarni quyi kinematik juftlar bilan almashtirish. Tarkibida 4-sinf oliy kinematik juftlari ham bo'lgan tekis mexanizmlarni tuzilishi bo'yicha tasniflash uchun ushbu juftlarni quyi juftlar bilan almashtirishga to'g'ri keladi. Lekin bunda 5-sinf quyi juftlardan tuzilgan almashtiruvchi kinematik zanjirlar mexanizmning ko'rilayotgan holatida 4-sinf oliy juftga kinematik tomondan ekvivalent tizim hosil qilishi zarur bo'ladi. Tekis mexanizmlarda 4-sinf oliy kinematik juft bo'g'inlar harakatiga bitta bog'lanish shartini qo'yadi. Ya'ni uni almashtiruvchi bo'g'inlar
va 5-sinf kinematik juftlarning soni quyidagi munosabatga mos kelishi lozim. Demak, mana bu ifodamizda demak uning isbot keltirilyapti. Demak, tekst mexanizmlaridagi har bir 5-sinf oliy juftni ikkita 5-sinf quyi juftga kiruvchi bitta bo'g'in bilan almashtirish mumkin ekan. Yuqorida keltirilgan qoidamizdan kelib chiqqan holda, demak, quyidagi slaydimizda ikkita misol berilyapti. Birinchi A sxemamizda oliy kinematik juftlikka ega bo'lgan mexanizm. Demak, bu yerda B nuqtada oliy kinematik juftlik mavjud, A nuqta hamda C nuqtamizda quyi kinematik juftliklar mavjud. Demak, buni B sxemamizda esa A sxemamizdagi mavjud oliy kinematik juftligimiz quyi kinematik juftlikka almashtirilganligi keltirilgan. Ya'ni B1 hamda B2 nuqtalarda, ya'ni quyi kinematik juftliklar mavjud va quyida qulochokli mexanizmimizni ko'rishimiz mumkin. Qay tartibda oliy kinematik juftligimiz quyi kinematik juftlikka almashtirilganligini. Ya'ni B nuqtamizda dastlab oliy kinematik juftlik mavjud edi. C nuqtamizda hamda A nuqtamizda quyi kinematik juftliklar mavjud edi. B sxemamizga o'tgandagi vaziyati B1 hamda B2 nuqtalarda quyi kinematik juftliklarni hosil bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.